Aziz obunachilarimiz, bizni Milano bellarga bilasizlarmi, nima yetishmaydi? Men sizlarga hozir aytaman nima yetishmasligi. Bizni profilimizga shunchaki 1 million prosmotr yetishmaydi. Mana shu obzorim bilan men 1 million prosmotrni olmoqchiman. Siz 10 sekund, 20 sekund ko'rasiz, like bosasiz, yaqinlarga jo'natib tashlaysiz va nihoyat million prosmotrga erishamiz demadimda. E'tibor berasizlar, sizlarga san'at darajasini ko'rsataman. Eng trenddan qolmaymiz hech qachon. E'tibor beringlar. ML, SM farqi yo'q. 42, 44. O'zbek razmerida aytayim, Bishkek razmerida aytayim, Xitoy razmerida aytayim, tushunmayapman. Hamma razmerni so'raysizlar. SM razmerida bo'ladi, Xitoy razmerida, Bishkekda ML bo'ladi. E'tibor berasizlar. Yubkachasi atlasiy bo'ladi, kostyumchasi kostyum materialda Barbie bo'lmaydi. Bu Barbie arzon material bo'ladi. Bu nomini kommentariyga yozib qo'yaman. E'tibor berasizlar. Bunaqa ranchasiga nima deysizlar? Hamma san'at darajasi buni, hammasi bu rangigacha bemalol dastlabki xizmatimizdan foydalanishlaring mumkin, bo'lib to'lashga ham olishlaring mumkin. Mana bu rangiga nima deysizlar? Mana bu rangiga. Aytapanki, buni hammasi yoqadi sizga. Hammasi yoqadi. Buni menimcha eng kamida 10 xilda rangi bor. Rangchalarning hammasi bir-biridan chiroyli. To'y mavsumi uchun, bitiruv mavsumi uchun hammasiga olsanglar bo'ladi. Sarpolaring olib qo'ysalaring bo'ladi. Bu ranchasi ham chiroyli. Gullarni hammasi bitta tanlab olib kelganman. Razmerlarni aytdik. Sizlarni do'konimizda kutamiz. Balki million prosmotr bo'lsa, mana shuni sizlarga dahshat skidka qilib beraman. Agar narx qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldirsanglar, sizlarning narxini tashlab olaman lichkanglarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.